Kujonim, bormisan? Nima gap? Charchamayapsanmi? Qalaysan? Ukam nima gap? Odam zerikdi-yu. Hop. Aksi so'rashyapti odamlar. Hop. Qilib beraymi? Toshkent ukam qisqisimi? O'shchilar mendagi narx qilib bersinmi, qilib bera olmasinmi? Bera olmasin. Qilib bera olmasin, hamma 5 bo'ladi. Ananasini nech pul sotyapti ukam? 18 ming sotyapti donasini, to'g'rimi? Ukam, sen uchun 15 ming so'mdan bir donasini qilib beraman. 15 ming so'm ukam. Bunaqa narx meni hech kim qilib bera olmaydi. Mangoni, mana qizil korobka ozgina dog'i bor ekan. Ukam, mana shu korobkasini 50 ming so'mdan qilib berasan. 50 ming so'm, hamma 5 ukam. Faqatgina like bosib ketishsin. Tushundingmi? Like bosib qo'yinglar. Drakonni nech pul sotyaptiding? Oqini 15 ming sotdim. Oqini 15 mingmi? 14 ming so'm qilib beraman ukam. Oqini 14 ming so'mdan. Qizilini nech pul sotyaptiding? 18 mi? Qizil bugungi ukam skitkada. Alloh barakasini bersin. 16 ming so'm ukam. 16 ming so'm bugun ukam. Ko'rishing mumkin. Xo'p, mangolarni ko'rsatasan. Mana mangoni nech pul sotyaptiding? 15 mingmidi? 10 ming so'mdan donasini berasan. Donasini 10 ming so'mdan berasan. Ko'rishingiz mumkin. Bu qizili bo'ladi, okey? Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolisa assortimentlarimizni chiroyli qilib olib kelib qo'yganmiz. Pamellarni zo'rlari ham bor. Ukam apelsinni 25 ming so'm sotishyapti, to'g'rimi? Kiloga 23 mingdan premium klassigi mana shu apelsinlarni berasan. Afrikaniki ham bor. Unifruitiki bo'ladi. Marakuyani nech pul sotyapsan? 10 ming. 9 ming so'mdan bugun sotasan. 9 ming so'm. Bunisini 15 mi? 13 ming so'mdan sotasan. 13 ming so'mdan. Menimcha bunaqa narxi hech kim qilib bera olmaydi. Olmalarni bugun xalq mazza qilsin. 9 ming so'mdan tugatib yubor ukam. 9 ming so'mdan. Tushundingmi? Bunaqa narx hech kim qilib bera olmaydi, xudo xolisa. Ko'rishingiz mumkin. Assortimentimiz juda ham ko'p bo'ladi. Bizani manzil ukam, yur manzilni ko'rsatib yubor. Manzil qayerda ukam? Ilonli otanashi yonida Tansk milliy taom bor. O'sha ro'parasida Hop, To'retashga dommi tegida ekan, milliy taomni ro'parasida olib ukamning nomerini yozib qoldiraman. Lokatsiya tashlab beradi, xudo xolisa. Chilonzor 20-A kvartal 13-dom. Hop, bu aksiyamiz bugungi sana 29-oktyabr ertangi kungacha amal qiladi. Kelib, bosib, mazza qilinglar, olib ketinglar. Sog' bo'linglar, yaqinlik tarqatinglar, obuna bo'linglar, masalama.